Sabr va xastalik. Kimki Allohning g'azabiga duchor bo'lmaslikni va rahmatiga erishib jannatga kirishni istasa, nafsini dunyoviy xoyu havasdan tiysin va dunyoning qiyinchiliklariga hamda musibatlariga chidab sabr qilsin. Bu borada Alloh buyuradi: Alloh sabrlilarni sevadi. Oli Imron surasi 146-oyatning so'ngi. Sabr bir qator hollarda zulmdir. Allohga itoat qilishdagi sabr va sabot, Allohga harom qilingan narsalardan tiyilishdagi sabr va sabot, musibatlarga, ayniqsa musibatga duchor bo'lgan ilk onlardagi sabr va sabot. Kim Allohga itoat qilishda sabr va sabotli bo'lsa, Alloh unga qiyomat kuni jannatda har biri yer bilan ko'k orasiga keladigan 300 daraja beradi. Yana kim Alloh harom qilgan narsalardan tiyilishda sabr va sabot ko'rsatsa, qiyomat kuni unga 600 daraja beradi. Kim dunyoning mashaqqat va musibatlariga chidab, Alloh o'rtaga qo'ygan axloq asoslariga rioya qilsa, u jannatda unga 700 daraja beradi. Aqlli musulmonlarga yarashadigan eng to'g'ri harakat bu har ne suratda bo'lsa ham dunyoda musibatlarga sabr qilmoq va o'z holidan shikoyat qilmaslikdir. Chunki musibatlarning eng dahshatlisiga payg'ambarlar va avliyolar ma'ruz qolganlar. Junayd Bag'dodiy deydiki, balo va musibat oriflar, donolar uchun qilinadi. Alloh yo'lni izlovchilar uchun omil, iymonlilar uchun bir islohchi, g'ofillar uchun esa o'lim xabarchisidir. Kishi musibatga duchor bo'lganda roziligini namoyon etmaguncha, sabr qilmaguncha iymondan maza topmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyuradilar: kimki bir kecha xastalansa-yu sabr qilsa va Allohga shikoyatchi bo'lmasa, onasidan tug'ilgan kundagiday gunohlardan forig' bo'ladi. Ey ummatim, xastalangan paytingizda Allohga shikoyat qiluvchi bo'lmang. Muoz ibn Jabaldan naql etilgan bir xabar bundaydir. Allohning bir mo'min bandasi xastalikka mubtalo bo'lgan chog'ida Alloh gunohlarini yozib boruvchi farishtaga amr beradi: Tort qalamni uning daftaridan. Savoblarni yozuvchi farishtaga shunday buyuradi: bandam qilgan amallarning eng chiroylilarini yoz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan boshqa bir xabar quyidagicha: biror iymonli banda xastalangan paytida Alloh unga 2 lak yuboradi. Qarab boqinglarchi, bandam nimalar deyapti, deydi. Agar banda alhamdulillah desa, Alloh bundan o'zi voqif bo'ladi. Yana malaklar ham bu so'zni Robbiga yetkazadilar. Shunda Alloh buyuradi: agar bandamni shu xastalik holida o'ldirsam, jannatga qo'yaman. Agar shifo bersam, zotini va qonini pokizaroq et va qonga aylantirib, gunohlarini mag'firat etaman. Ibn Ato deydi: kishining to'g'ri yo egriligi va mo'min yo osiyligi sog'lik chog'ida va musibat onida ma'lum bo'ladi. Agar sog' salomat kunlarda shukr qilsa-yu, musibatga duchor bo'lganida Allohga qarshi zorlanaversa, u g'irt yolg'onchilardandir. Agar biror kimsa olim bo'lsa-yu, boshiga anduh shamollar tushganda duchor bo'lgan balolar tufayli Allohga qarshi shikoyatlansa, unga na ilmi, na go'zal amallari foyda beradi. Shuning uchun ham qudusiy hadisda Alloh buyuradi: kimki mening taqdirimga rozi bo'lmasa, boshiga tushgan kulfatlar tufayli shikoyatlansa, u o'ziga mendan boshqa iloh topib olsin.